chunki bu 2000 kvadratga qurilgan. Biz hozir konkret narsaga, yangi dizaynga, yangi videoga tushib qoldik. Bu konkret narsaga Focus 3.5 ga yetdi. Yangi motor yoqdimi sizga? Xudo xolasa yaxshi kuningizga xizmat qilsin inshaalloh. Dizaynni o'ziga bitta baholarni beraverasizlar. 12 ta viloyat mana shu do'kondan xarid qiladi ko'pisi. Bu katta faxr. Bitta like bosasiz. Xrustal, Nilli, BYD. Bular hammasini xilma-xilligi ko'p. Turishdan bir dunyo pul deb o'ylashingiz mumkin bularni. Yo'q, narxlari premium. Eng qizig'i, bular yana aytaman, birinchi qo'l. Chunki zavodda o'zi sherda. Zavodimizning ichkarisiga kirdik. Polniy texnologiyani o'zi sifatligini ko'rib turibsizlar. Nimasi yomon narsa ayting. O'zida ketiring, polniy zavod narxi bilan uyga olib ketyapsizlar. Qimmat emas. Inobatga olinglar. Mobodosiga 12 ta viloyatdan qanaqadir do'kon ochmoqchi bo'lsangiz, gilam. Bizani sifat qolishmaydi. Turkiya bilan Eronni ham sifati mana shu yerda o'zi bilan, agar kuchliroq bizaniki bo'lmasa, o'sha uchun bu Navoiy shahar qo'llab-quvvatlaverish kerak, insonlar like bosish kerak deb kelib ko'ringlar. Hammasi arzon, sifatli, assortiment 1000 xildan ziyod. Agar siz Mobodosiga akam bilan kelayotgan bo'lsangiz, ishoning, akam sizni olib chiqib ketishi yerdan juda qiyin bo'ladi. Sizni o'sha assortiment ko'pligidan variant tanlashingiz ham qiyin bo'lib ketadi. Kelinlarga nima qilsangiz bo'ladi. Qizlarga berayotgan paytingiz olib beraversangiz-da, o'lay, agar qizdan ham, hayotdan ham hammasi rozi bo'ladi. Turishlariga bitta baho berasizlar. Har biridan yana to'g'ri 50 xil minimum. Buni kataliga baho beringlar. Bir martagina kelib ko'rishlaringiz kerak. O'zlaringiz prosta kelib ko'rib ketsangiz ham nomiga ishoning shunaqangi kuchli assotsiatsiya qolib ketadi. O'zimizning Eron va Turkiya sifatlardan umuman qolishadigan joyi yo'q bu joyda.